Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Mana bugungi navbatdagi tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz agrobank finansida bo'lib o'tyapti. Shu kimda qanaqangi masalalar bo'ladigan bo'lsa, kredit masalalari bo'lar va boshqa masalalar bo'ladigan bo'lsa ham, hamma masalalaringizda navbat gapirsangizlar, bizlar yozib olib, tegishli chorasini ko'rib, kreditlar bo'ladigan bo'lsa chiqarishni, boshqa masalalar bo'ladigan bo'lsa, tegishli tashkilotlarga xat orqali murojaat qilib, masalalarni ko'rib chiqishni unutmaymiz. Ijobiy bo'lishini ta'minlab beramiz. Kimda masala bo'ladigan bo'lsa, bir boshdan imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, sizga qabulimizni boshlaymiz. Salomat bo'lasizlar. Hozirda nima masala? Yo'q, hozircha ishimiz yaxshi. Aytilgan ishlar ketyapti. Hozircha muammo yo'q bizlarda. Hozir mana kredit masalasi bo'yicha ham maniga hozir ana qildik, kredit chiqarildi hamma joyga. Hozircha masala yo'q, muammo. Sizda nima masala ekan? O'z tanishtirdim. Hasanov Shahboz, o'g'il tadbirkorman. Bog'cha. Uy bog'chasi bo'yicha 312-qaror bo'yicha kreditga taqdim topshirgandim. Shuni bir ko'rib chiqishlar. Necha pul summa? 100 million. 100 million so'mlik uy bog'chasi jihozlash. 312-qaror bo'yicha prezident. Rahmat, sizga ijobiy Men Xatir tumani Chijayota mahallasi 113 uyda yashovchi Quvon deb Rahimjon bo'laman. Hozirgi kunda Rahimjonning dadasi fermer xo'jaligi rahbariman. Yurtboshimizning 312-sonli qaror bo'yicha 100 million so'mlik chorva kredit olmoqchi edik. Shunga amaliy yordam berishingizni so'rayman. Katta rahmat, o'rganib Assalomu alaykum. Men Uchtepa mahallasida Shodiyev o'ktamdan kredit olmoqchi shu bo'yicha keldim. qanaqa kredit? Chorva bo'yicha 30 million kredit olmoqchi chorvasiga. Mahalla Uchtepa mahallasi. million so'mlik o'zi band qilgan holda mahalla loyihasi asosida katta ajratamiz. Sizga komissiyasiga xulosasi berib, sizga ijobiy hal qilishni ta'minlaymiz. Assalomu alaykum. Ro'zg'or Uchtepa mahallasidan chorvachilikka 50 million kredit taqdim qildik. 50 million so'm. Chorvachilik yo'nalishida 50 million so'mgacha kreditlarimiz bor. Sizga kredit komissiyasini xulosasi bilan katta ajratishni ta'minlab berishimizni buyuramiz. Rahmat. Qurg'oncha mahallasida Mustafayeva Shahlo o'zimizni band qilish bo'yicha kredit olmoqchi edim. Chorvachilik 20 million. Amaliy yordam berishni so'rayman. Inshaalloh 20 million so'm sizga kreditini ajratib beramiz, maqsadni ishlatasiga o'tamiz. Tadbirkorligingiz rivojlansin. O'sha paytlarda 100 millionliklargacha tadbirkorlik tashkil qilganingizda katta ajratish bizga mashqulsiz. Juda rahmat. Hal qilib beramiz. Assalomu alaykum. Zarif o'tirmay. 7 million kredit olmoqchi. 17 million? 7 million so'm. Ko'proq olsangiz bo'lmaydi. Endi shuni qo'yamizda. Xo'p. Nima yo'nalishda qo'yamiz? Chorvachilik. Chorvachilik yo'nalishida. Siz farzand siz nomingizga bo'ladi? Ayol nomi. Xo'p bo'ladi. Siz pensiyaga chiqmagansiz, o'z nomingizga chiqarib berasiz. Xo'p, bo'ldi. Katta rahmat sizlarga. Xush kelibsizlar. Bu kreditlarni ajratib, ijobiy hal qilib beramiz. Bitta savol bersak